Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon çıkandaşlar. İslam ahlakı namlıq programımızın tüzütüşkü tigişlik illetler namlıq programımızın 12. sani arkalık sizler bilen yani yüz görüştük. Bugünkü programımızın aziz mühmine Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği azası bugünkü programımızın aziz mühmine Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği reis vekili Ustaz Mahmudcan Damallam, ben program riyasetçisi Abdullah Ocat. Hürmetli Ustaz programımıza hoş geldiniz. Hoşçakalın, hoşçakalın Ahmet. Hürmetli kardeşler, bugünkü programımızda cemiyette ve kişiler arasında en köp tarqalgan ve şundaqla yani en köp cidal mecra ko'ngilsizliklarga sabab bo'ladigan yani gumonxo'rlik illati haqida to'xtalib o'tamiz. Qayta qilib ko'rishinglarni umid qilamiz. Hurmatli domlalar, programımızı başlasak bu birinci meselemde bu ölümala gumonxo'rlikni qandaq tunuşturgan. Bunu bir taraplab mesela. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aldı bilen Allah subhanahu wa ta'ala bugünkü bu to'xtalmoqchi bo'lgan temamizni o'zimiz ve Müslüman xalqimiz uchun foydali temalarning qatoridan qilsin ve bizni ve shundaqla bütün Müslümanlarni shundaq gumonxo'rlik illatidan qaytishga ve bu illatdan qutulishga Allah nasib qilsin. Bu gumonxo'rlik degan odatda arab tilida zon deb atiladi, ya'ni gumon qilish. Bizning Uyg'ur tilimizda odatda gumonxo'rlik desak, bu odatda yomon mazmunni ifodalaydi. Ya'ni umumiy gumonning yaxshisi yo'q deb tunaymiz. Lekin arab tilida husnul zon, su'uz zon deb bu ikki xil atiladi. Ya'ni arab tilidagi husnul zon degan ma'lum masalani yaxshi o'ylash, ijobiy o'ylash degan ma'noda, su'uz zon degan bizning Uyg'ur tilimizdagi gumonxo'rlik degan ma'noda kiradi. Bu zon degan so'zningki Qur'oni Karimda bir necha xil ma'noda kelgan. Buning biri shak qilish ma'nosida. Masalan, arablarda bi'run zanun desa, ya'ni suva quduqmi yoki yo'q quduqmi buni bilgan bo'lmaydigan degan mazmunda. Allah Qur'oni Karimda "Men kana yazunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud bi sababin ila as-sama" deb mush oyatda qandaq bir odam Allah subhanahu va taolaninki dunyo va oxiratda mu'minlarga yordam berdiganligi haqida shaklansa, ya'ni buniga ishonmasa degan ma'noda kelgan. Bu odam osmonga og'am tasson degani bu yerda, ya'ni Allah subhanahu va taolaning yordam berishida mümin şeklenmeslik lazım demekçim maksat. Müşahede şek degan ma'noda kelgan. Yani başka necha ayetlerde töhmet qilish degan ma'noda kelgan. Şunun qatoridan mesela "İjtanibu kesiran minaz-zan inna ba'daz-zanni ism" degan mush oyatdiki sizlar ko'p töhmetlerden, mushunday gumonxo'rlikdan saqlaninglar. Ko'p qismidan saqlaninglar deganligining o'zi bu hammasi ma'lum vaqtda gumon qilish tegishlik ishlar bo'ladi. Buni gumon qilish lozim mu'min musulmon. Lekin ko'p vaqtda bu gumonning o'zi yomonlikqa sababchi bo'lg'achqa shu oyatda tushirsa, gumonning ko'p qismidan saqlaninglar degan. Bazı vaqtda bir musulmon o'zi masalan, ya'ni qanday vaqtda shakllanish lozim desa, bir odam o'zini men musulmon deydi. Lekin musulmon deb turib kafirlar xizmat qiladi. Din düşmanlarının xizmatini qiladi. Ya shular jasuslik qiladi. Mümin musulmonlarga iftira, töhmetlarni to'qiydi. Bunda o'schu desa, har qanday bir inson, ya'ni musulmon, unda odamdan shaklanish lozim. Bu düşmanga ishlaydigan odammi, qanday odam deb undan gumonlanish, bu xato emas hamda. Undan normal holatda shu inson gumonlanish lozim. Demak, وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. Muş ayetlerinin hemmisi bu valıqqa müşahedeki zan degan söz nim mazmunda kelgan desa, ishonchsiz holatda taxminan bunda gap qilganligi,
taxminan ma'lum bir narsaga hukm berganligi, o'zining gumonlariga ergashganligi to'g'riliq jo nurg'un oyatlarda mush mazmun kelgan. Umumiy xulosalab degan vaqtimizda bu so'zningki umum ma'nosi nima desa, ya'ni gumonxo'rlik degan biz bugun tabiiy holda buni bir illat degan mush asosda to'xtalmoqchi. Gumonxo'rlik degan nima degan gap olimlarning tunishtirishicha yuqoridagi oyatlarda va shundaqla payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida mush so'z bunda so'kalgan asosda, ayiblangan asosda kelgan mazmundagi gumonxo'rlik degan nima desa, boshqa bir odamningki ko'nglini og'irtirgan, u insonni g'amga tashlaydigan, boshqa bir odamningki qilgan ishlarini yoki degan so'zlarini dalilsiz, pokizsiz boshqa odamning ko'nglini bearam qildigan, boshqa odamningki aybini ochirgan har qanday ishni desa gumonxo'rlik deb atagan. Ya'ni boshqalarni bularningki dalilsiz, pokizsiz u boshqa insonning g'am qilishiga, bearam bo'lishiga, ko'nglining yerim bo'lishiga sabab bo'ladigan sifatlar bilan boshqalarni sifatlashning o'zini, boshqalar haqida shunday gaplarni qilishning o'zini nim deb atagan desa, mush gumonxo'rlik deb atagan. Buningki islomdagi hukmi nima bo'lsa? Tabiiy holda islomdagi hukmi yuqoridagi oyatlardami kelgan. Har qanday bir musulmon nimaga buyurilgan desa, buningdan unday yomon gumon qilishdan biz cheklangan. Har qanday vaqtda cho'qim bir musulmon har qanday masalan hatto bir xato ish ustida ko'rgan bo'lsaqmi, cho'qim buni amal qilib to'g'ri tarafga tushunish imkoniyatlan bo'lsa, to'g'ri tushunishga buyurildik biz. Masalan Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir oyatni tushirgan: "Ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu va la taqulu liman alqa ilaykumus-salama lasta mu'mina." Mush oyatning o'zida ey mu'minlar, sizlar urush maydonlariga kirgan vaqtingizda, ya'ni Alloh yo'lida urush qilgan vaqtingizda oldingizdagi kafirlar bilan bir odamni o'ldirishdan buruncha desa, buni haqiqiy uqub undan keyin, ya'ni bu kafirmi yo musulmonmi, buning qarta ashini tekshirib muomala qilinglar. Bir odam o'zini men musulmon deb tursa, uni sen musulmon emas, mümin emas deb uning qanini to'kmanglar degan. Bu oyatning tushish sababi nima desa, Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu bir urushda bir odamni urush maydonida bir odamni o'ldirib etgan. Qachon o'ldirib etgan desa, bu odam la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degandan keyin o'ldirib etgan. Nima deb o'ylab qolgan desa, bu odam o'limdan qo'rqib, qilishdan qo'rqib shu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedi. Amaliyotda unda degisi yo'q-da aslida, lekin qilishdan qo'rqib dedi deb o'ltagandan keyin ko'nglida mush ishni men xato qilgandimanmi, qanday degan bir savol tug'ilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu voqeani degan vaqtda payg'ambarimiz aqataltahu ba'da an qala la ilaha illalloh, la ilaha illalloh degandan keyin o'ltirib etdingmi deb bu gapni takrorlagan. Bir necha qatim takrorlagandan keyin hatto bu sahobaning degan gapi, men shu vaqtda mushu odamni o'ltirgandan keyin andin musulmon bo'lsam-chu deb ketdim. Ya'ni islomim kechikkan bo'lsa deganligi, islomdan ilgari men bundan odam o'ltirib salgan bo'lsam-mu, islom buni afv qilib ketdi. Meni musulmon bo'lishim bilan ilgari gunohlar shu afv qilinib ketdi. Rasulullohning ashuna ko'p buni takrorlaganlikdan, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degandan keyin o'ltadingmi? Sen uning qalbini yerpaqdingmi? deb mushundaq alohida kayib ketganligidan cho desa, vayis deb pushman qilib ketdim degan. Bu yerda amaliyat hamda bir urush maydoni, boshqa bir ko'chada ketayotgan bir vaqt emas. Bu odamningki zodi %95% balkim uningdan jiq o'limdan qo'rqib, qilishdan qo'rqib deganligi aniq. 5% cho desa bu yerda ehtimollik bor hamda amaliyotda haqiqiy iymon keltirganlik ehtimoli 5% bo'lishi mumkin. 95% cho desa qilishdan qo'rqqanligi. Lekin bu yerda islom nima deb ketmoqchi desa, mushundaq az ehtimollik bor ishladimi siz bir musulmon bo'lish sifatingiz bilan kishilarningki oshkor qilgan amali bilan, oshkor qilgan ish bilan muomala qilasiz. Qalbini o'qimaysiz.
ko'nglini o'qimaysiz degan mush prinsipni bekitish orqali musulmonlar orasida ashundaq har qandaq bir ishda agar bir insonning oshkor ko'rinishi, holati, minish turishi masalan yaxshi bo'lsa, uning shu ichki tarafini tekshirib siz bu niyati manda yoki ichki plani manda deb oyog'iga bormaysiz. U tarafni tekshirmaysiz. Kishilarningki oshkora sizga oshkor qilgan, musulmonlarga oshkor qilgan tarafi bilan muomala qilasiz deb mushuni o'g'itish uchun shu islom cho desa, bu masalada nihoyatda shin tug'an bundaq behuda gumon qilishni cheklagan nurg'un oyatlarda cho desa, bu gumon asosida ish qilishni qattiq ayiblagan. Allah razı olsun ustoz. Hamda bu gumonxo'rlikniki ko'rinishini qasra masalan, gumonxo'r insonda qanday alomatlar ko'riladi bu vaqtda? Tabiiy holda inson alqi eng birinchi bo'lib gumonxo'r bo'lib qolgandan keyin eng birinchi bo'lib gumon qiladigan tarafi nima bo'ldi desa, Alloh subhanahu va taoloning mu'minlarga yordam berishiga da gumon qilib qaradi. Ya'ni yordam bermasmi deb buni o'ylab qaradi. Shuning uchun nima uchun buni o'ylaydi degandan keyin, chunki bu gumonxo'rlikdan iborat bu yomon illat eng birinchi bo'lib Allohning rahmatining mu'minlarga tushishini gumon qilishga sababchi bo'lsa, eng oxirisi desa, andın musulmonlar bilan bo'lgan muomiladimi shu gumonxo'rlik bilan nurg'un qalaymaqonchilik sababchi bo'ladi. Shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda nima degan desa, qandaq bir odam Alloh subhanahu va taoladan men kana yazunnu billahi khayran fa khayran va in sharran fa sharran. Bir inson Allohdan yaxshilikni umid qilsa, yaxshilikni o'ylasa, u odam yaxshilikka erishadi. Agar Alloh subhanahu va taoladan yomonlikni o'ylasa, yomonlik kelishini ham xiyol qilsa, bu odamcho yomonlikqa erishadi degan. Bu nima demakchi desa, ya'ni har qandaq vaqt siz Alloh subhanahu va taolaning rahmatini, Alloh subhanahu va taolaning o'zining bandalariga kuyindiganligini, Allohning mu'minlarga yordam berdiganligidan iborat bu va'dalarga nihoyat mustahkam ishining demakchidir bu yerda. Shuning uchun Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda nurg'un oyatlarda o'zininki chuqur mu'minlar bilan bir ekanligi. Innalloha ma'as sabirin, ma'al mu'minin, la ma'al muhsinin. Masalan, nurg'un oyatlar shuni bayon qildi. Sabr qilguvchilar bilan o'zining bir ekanligi, muttaqilar bilan o'zining bir ekanligi, yaxshi qilguvchilar bilan Allohning bir ekanligi, Allohning mu'minlarga yordam berdiganligi, mush va'dlarning o'zi mü'minning qalbiga nimani termoqchi desa, Alloh bo'lgan ishonchini yuqori darajada tutish uchun Alloh subhanahu va taolo cho nurg'un oyatda mushundaq g'albalar bilan mü'minlar bilan birga bo'ldiganligi bilan va'da qildi va buni ta'kidladi. Va nurg'un oyatda Allohning rahmatidan umidsiz bo'lishdan iborat bu yomon illatninki kofirda bo'ldiganligini bayon qildi. La taqnatu min rahmatillah. La ya'asu min rahmatillah. Innahu la ya'asu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Yani kafirlar Allah'ın rahmetinden ümidsiz buludu dedi. Ma gumonxo'r adam nima bo'ladi desa, Allohning rahmetidan ümidsiz bo'lgandan keyin Allohning dinini yordam berish degani, ya'ni Allohning dinini mustahkam minishdan bu odamcho voz kechadi. Nimishqa desa, chunki bu odamcho desa, biz nurg'un yaxshi yo'lda men paqtoq, nurg'un tirishchanlikni qildik, nurg'un duolarni qildik, nurg'un charchidik, lekin dushmanning ustidan g'alaba qilolmadik. Dushmanimiz yani üstünlük turvatır. Dushmanimiz yani zaminlarimizni besib olgan peti. Hech qanday uningda bir o'zgarish yo'q. Unda bo'lgandan keyin bizga bo'lgan bu sinoqlarning hammasi, ya'ni bizning Allohga yalverishlarimiz bu hammasi xuddi aksi ta'tiy natija bergandek bir ish bo'ldi. Bu alaqa Allohning rahmatini bunda kutaverishninki jiq ahamiyati yo'qdak deb shuni bilan dinda mustahkam turishdan cho bu odam Allah'ın rahmetinden ümit üzüp vazgeçip qarıdı. Şuna Kur'an-ı Kerim'de Uhud günüsde Allah subhanahu wa ta'ala şunda kişilerin bir kısmının ahvalını bayan kılıp
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. Yani ahiristike bulunan diyen gibi nima dese, eğer müşahede Allah'ın yardımı boğan bolsa bizge, Allah bizni haqiqiy qo'llagan bo'lsa, biz bilan birga bo'lgan bo'lsa, biz bu yerda o'ltirilmaydik deb mushundaq deydi. Deb yani urushda o'ltirilganlarni bu qanday o'ylab qoldi hayot qolganlar desa, ay bir qism mush qalbi nifoq bilan to'lgan insonlar shu chaqdiki Allah bizni haqiqiy qo'llagan bo'lsa, bizning sepimizda bo'lgan bo'lsa, biz bu yerda o'ltirilmaydik deb mushundaq deyishdi deb Allah subhanahu va taolo shu bularni sökte ayıplar mush oyatda. Bununki maksat nima desa, mush oyatdagi umum maksat nima desa, bularninki biz shunda tirishchanlik qilsak, Allohga shunda yaqin tuğsak, Allohning nuriga qalbidan tilgan tuğsak, Allah yani bizga yordam bermidi deb, Allohning dinida mustahkam turishdan bular qanday qilib qaradi desa, bu gumonxo'r insonlar o'tir yo'lda qilib qaradi. Yoki bo'lmasa bizning gunohlarimiz naytijak. Bu jih gunoh qilib ketgan odam bizning gunohimizni Allah afu qilmaydi. Afu qilishi mumkin emas. Deb andin ay gunohga texmo chunqurlab ketadi. Bu birinchi yomon oqibati nima desa, ya bu ko'rinishi o'sha umidsizlik qaplab masalan insonni. Ajna insonlar yo'q emas ham jamiyatimizda. Burun shunda taqvodor yaxshi musulmonlar nurg'un g'oya maqsadlar bilan nurg'un buyuk ishlarni qilamiz deb chet elga chiqqanlar masalan bizning ishimizda mutro desa, chet elga chiqib, chet elni ko'rib, u burun planlagan, burun maqsad qilgan ishlar qarsa amaliyotda u ishni qilib bo'lmagan, ya u g'oya maqsadga yetib bo'lmagan, shuning bilan voy deb hamma ishdan zerikib, tugishib o'zini tashlab etgan, hatto bu dindan shunday yiroqlashib ketgan insonlar ishimizda yo'q emas bor. Yani ikinci bir yaman bu gumonxo'rlikning ikinci ko'rinishi nima desa, gunoh ma'siyatga cho'mishimdi. Burun shunda yaxshi yo'lda mangan odamlar keyin gunoh ma'siyatga cho'mib ketib, mayli bu cho'mib ketish Allah subhanahu va taolaning hisob elib turishi, ko'rib turishi, malaikalarning yezib turishi buni o'ylamaganlikdan bo'lsin. Yoki Allah xuddi bilmaydigandek muomala qilib qilishdan bo'lsin. Oxirisi desa, mush gumonxo'rlik shu Qur'oni Karimda va zalikum zannukum allazi zanantum bi robbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Sirmani o'zingizning farvoydigaringizni ashunda biz qilayotgan ishni bilmaydi degandek, ya bu ishni o'qimay qaradi, ko'rmaydi, yezib qo'ymaydi, hisob elish nimasi yo'q degandek mushunda qalayimgan o'yildinglar, gumon qildinglar. Mush gumoninglar sizlarni nim kelib bordi desa, sizlarni halok qildi. Sizlarni halok qildi, shuning bilan sizlar ziyon tortquchilardan bo'lib ketdinglar deb mush oyatda buni bayon qilgan Fath surisida, ya'ni sura Kahfda mualliqqa ikki bog'chisi va odam bilan kambag'al odamning ikkisiniki vaqaligi va shuning dimi desa, Ashiram nima deydi? Ma azunnu an tabida hadhihi abada. Ya'ni o'zining qo'lidagi mol-mulkninki qat'iy tugab ketmaydiganligini o'ylagan hamda. Yo'qolib ketmaydi o. Bu mol dunyo mangu qilib qoladi menda deb o'ylab, mu'minni yaratmagan, o'zini cho'ng tutgan. Bu shulning hammasi nimadan bo'ldi desa, bu gumonxo'rlikqa cho'mib ketishdan. Uchinchi bir ko'rinishi mu'minlar halok bo'ladi. Ya'ni mu'minlar g'alaba qilolmaydi. Bular zot dushmanning sonining ko'pligi, bularningki taraqqiy qilganligi, bularning qo'ldagi qurol yaroqning ilg'orligi, ya'ni nurg'un sabablarni o'ttirib qo'yib, bu mu'minlarningki masalan bugungi kunda bizningki Sharq Turkistonlikning bu dushmanning oldidan, bu zolimning oldidan g'alaba qilishi bu mumkin emas. Bu zot tugashganligimiz tugashgan. Buni hech qanday bizning ishimiz uchun umid yo'q deb ma dushmanning bugungi ko'rinishi, bugungi holati, dunyoga elib kelayotgan tahdidini ko'rib desa, umumiyuzlik umidsizlanib ketib, mush orqali bizning kurash qilganning foydasi yo'q. Bu siyosiy da'voning foydasi yo'q, ya jihodning foydasi yo'q, hech qanday ishning foydasi yo'q. Endi bular ish bo'ldi, tugashganimiz tugashgan deb mushna deydigan odamlar bor jamiyatimizda.
Muş nimenin akıbeti dese, gümanxorluqning akıbeti. Yani Allah subhanahu ve ta'ala'nın müminlerini asrab qilishi, saqlab qilishi bo'lgan ishenjining yo'qab ketishi yoki qattiq tuvallab ketganligidan oxirisida nima ahvol kelib chiqadi desa, zodi bizning tugashkunimiz tugashgan. Bizning qalbi qilanmasligimiz aniq bugungi kunda deydigan mush tushanjiga gumonxo'rlik shu sababchi bo'ladi. Mushu hamda gumonxo'rlikning hukmini saylab o'tdi. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de innehu la yasmur rahla ilal qavmil kafirun. Müşahit qarğa vaqtida bu gunoh kabirning qatoriga. Elbette. Yani hususan muşu Allah'ınki müminlerge yardım berdi. Allah mümin günah qilib qolganlarning gunohini afv qildi. Muşulning hammasi umidga bog'liq hamda. Har qancha gunoh qilib ketgan odam cho'qim Allohning u gunohini afv qildiganligiga ishonish lozim. Her qancha ig'ir kuniga qolgan odam Allohning u mu'minniga yordam berdiganligiga ishonish lozim hamda. Günahını afv qilmaydi Allah deb, masalan, bundan ümidsizlanish yoki Allah müminlarga yordam bermaydi deb ümidsizlanish, mushularning hammasi cho'disi gunohi kabira. Allah'ning oldida inson tavba qilsa cho'ng gunoh yo'q. Yani tavba qilsa cho'ng gunoh yo'q. Allah subhanahu va taolo cho'qim afv qiladi. Kur'an-ı Kerim'de innalloha la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalik dedi mesela. Allah o'ziga shirik keltirishni afv qilmaydi, uningdan boshqasini afv qiladi deganligim nima desa, shu shirik keltirgan odam tavba qilmay o'lsa degan gapim bu. Yani Allohga shirik keltirgan bir odam o'z hayot vaqtida tavba qilsa, islom qaytsa, albatta Allah subhanahu va taolo uni afv qiladi. Lekin ma oyatdagi shirikdan boshqani shirikni afv qilmaydi deganligi shu shirik holatida o'lib ketib qolsa. Yani bu odam Allohga shirik keltirgan holatda o'lsa, uni afv qilmaydi demakchi. Yani insan hayatlan buldu ekan çoğu desa, çoğum tevbinin aldığında çoğun günah yok. Şu ma meselede çoğu desa, meyli günah meselesinde Allah çoğum afv qiladi, tevbe qilsak degan bunun işiniş lazım. İşenmeslikning o'zi bu kafirninki banalarıdır. Yani birga bizningki hozirgi xalqimizmi hamda. Xalqimizmi çoğum yadalqi bizma mümin imani ölçem bilen muhim ta'kidlash tegishli bir nokta nima desa, imani ölçem bilen meselelerge qarash ma siyasi yoki dünya qarashi bilan o'lcham bu ikkisi o'xshamaydi. Odat siyosatda yoki dunyoda insonlar o'zaro qanday muomala qildi desa, bir davlatning g'alaba qilganligi, masalan o'zini bir davlat o'zini kuchli saqlab qoldi deylar. Boshqa davlatlarning tajovuz qilishini oldini oldi, kuchli saqlab qoldi, o'zining xalqini saqlab qoldi. İqtisadi tarafdan güllendi, terakki kıldı. Bu insanların karşıda bu nima desa en g'alaba qilganlik. Mesela bugünkünde Germaniya deyli, Amerika deyli, acayip bu g'alaba qilgan davlatlar. Yapon deyli mesela. Dünyada şu g'alaba qilgan davlatlar. İqtisadi tarafdan terakki qilgan, xalqini yaşatgan bu davlatlar, güllengen davlatlar. Mesela biz deyli mesela yoki bizden başka nurgun düşmanning qo'l ostida qolgan zolimlar ularning ziminlarini besib olgan nurgun millatlar, nurgun xalqlar bor. Shuning qatorida birisi biz mesela. Bu bugungi insonlarning o'lchami bilan mag'lub bo'lgan xalq. Ziminni tatqizib qo'ygan, davlatni tatqizib qo'ygan, hech qanday kuch yo'q. Zalim nimish qilaman desa qilayotgan mushuna bir xalq. Bu xalq cho desa siyosiy o'lcham bilan yoki insonlarning o'lchami bilan cho desa bu mag'lub bo'lgan. Bu insonlarning dunyodagi o'lchami. Biz lekin imoniy o'lcham bilan bu masalalarga qarasak cho desa, biz imoniy o'lcham bilan ma dunyoning oxirati va qiyomat deb bir kun va inson o'lgandan keyin o'lganlikning o'zi bir hayatlıkның tügep, yani bir mengolik hayatlıkның başlanışı. Bu insan ölüş bilen bu tügep ketmeydi o. Ma dünyadan ayrılımız lekin ölüş bilen ma dünyadan ayrılımız. Bu zulüm bilen toşkan bu dünyadan ayrılımız. Lekin bu yerde mengolik bir hayatlıkçı erişimiz dep manda iman bilen, manda düşünce bilen ölgendekin tiriliş var, mengolik hayat var dep qargan bu kişilerin ölçümü bilen
Nimeni biz haqiqiy g'alaba, nimeni haqiqiy mag'lubiyat deymiz desa, oxirat o'lchimi bilan har qanday bir insonning mush dunyoda haq ustida mustahkam turib, mush koinotni bir yaratquch zot bor. Bu zot bütün insonlarni yaratgan, koinotni yaratgan, bu zot avatgan payg'ambarlar va bularning oxirisi Muhammad alayhissalom. Bu zot tushgan Qur'oni Karim bor deb mush Qur'oni Karimga amal qilishga tirishchanlik qilib, Allohning bir va borligiga iymon keltirib, payg'ambarimizga iymon keltirib, mush iymon yo'lida bu adam o'zining qo'ldan keladigan tirishchanlikni qilib, bir odam o'lib ketdi. Zalimning qo'li bilan o'ldi. Mayl turmudi o'lsin, mayl o'q bilan o'lsin, darg'asib o'ltirilsin. Nim bo'lishdan qat'iy nazar bir inson, bir musulmon mush prinsipni cho'ngtirib o'lib ketsa, nada o'lib ketishdan qat'iy nazar iymoniy o'lcham bilan cho'disa, bu eng g'albining eng yuksak nuqtasidan cho'qqisida o'lib ketgan bo'ladi, o'lgan bo'ladi. Bu iymoniy o'lcham shu. Shuna bir insonning haq yo'lda turib o'lib ketganligi bu insonning mag'lub bo'lganligi emas, insonlarning qarashida bir inson o'lsa masalan, bu mag'lub bo'lib o'ldi deb qaraydi. Lekin ma iymoniy o'lcham bilan Allohning rasuli belgilagan prinsip bilan degan vaqtda shu desa, bir insonning haq yo'lda iymon ustida, islom ustida turib o'lib ketganligi eng yuksak g'alaba qilganligining dalili. Şu Allah subhanahu wa ta'ala bularni sifatlab nimdir desa, "Va la tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Allah yo'lda o'ltirilgan kishilarni o'ldi deb o'ylab qolmanglar. Ular balki hayot ular. Haqiqiy hayotlikcho ashularni deb sifatladi Allah subhanahu wa ta'ala. Unda bo'lgandan keyin biz bu yerda masalan bizning xalq, biz va bizning xalqimiz deylik, bizning xalqimiz ichida qandaq bir qarindishimiz iymonni mustahkam turib, kommunizm bugunkidek mushunda zulm qilayotgan bir vaqtda turmalarda bo'lsin, mayli lagerlarda bo'lsin, iymon ustida mustahkam turib, mayli ayol o'lib ketgan bo'lsin, iymoniy o'lcham bilan cho'disa, bular eng yuksak darajada g'alaba qilgan insonlar. Kimki o'zining prinsipidan voz kechibdi, iymonidan voz kechibdi, Xitoy buni millionlab pul yuribdi, ya cho'ng huquq yuribdi masalan. Aşa nurg'un huquq tutgan Uyg'urlar bor, musulmonning ballari, ota-onasi musulmonda. Bu shunda xotirjam yashapti. Masalan, iqtisod borkan, dunyoda eng yuqori yashashni yashapti. Bu iymoniy o'lcham bilan g'alaba qilganlikmi desa, bu ajoyib mag'lub bo'lganlik. Shuning uchun biz halqima g'alaba mag'lubiyat masalasida mu'minlar bilan mümin bo'lmaganlarning qarashi osmon zamin farqli. Biz Qur'oni Karim qaraydigan bo'lsak, nurg'un payg'ambarlar o'ltirilgan. Nurg'un mu'minlar o'ltirilgan. Hech qanday gunoh yo'q. Va ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Ya'ni hech qanday gunoh qilmagan, hech qanday faqat iymon etgandan boshqa jinoyat yo'q insonlar o'ltirilgan tarixda. Mush insonlarni cho Allah subhanahu wa ta'ala zalikal fawzul azim deb sifatlagan hamdi. Eng büyük qalbi qilganlar deb. Shu yana bir oyatda nima deb sifatlaydi Allah subhanahu wa ta'ala desa, "Faman zuhziha 'anil nari va udkhilal jannata faqad faz. Va mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Qandaq bir inson qachoniki dozaqdan yiroq qilinsa, ya'ni dozaq kirmasa, jannat kirgizilsa, dozaqdan yiroq qilinib jannat kirgizilsa, faqad faz. Mana bu g'alaba qilgan odam mushu. Birdan bir g'alaba qilgan odam mushu. Va mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dünya hayatı bilan aldınıp qolmanglar. Va dunyodagi mayli huquq tutib yashagan, mayli iqtisod bilan yashagan, mayli xotirjam yashagan, Mavlaning hayotiga qarab, Mavla g'alaba qilgan ustida odam ekan deb o'zingni cho mu'minlar tuvan ko'rib dünya bilan aldınıp qoldigan, goldanib qoldigan yagichu sira kirmanglar. Dünya hayatı faqat insonni go'ldaydigan hayot deb sifatlagan bu oyatda. Shuning uchun bu masalalarda cho desa, bizning iymonimiz mustahkam, tavranmas bo'lish lozim har qanday holatda bo'lsa. Yana bir bu gumonxorlikninki
yana bir ko'rinish nima desa, yaxshi qilishda, masalan, bir inson ma'lum bir shaxs yaxshi ishlarni qilishdan ba'zi vaqt kamchilik sodir qildi ekan. Kasal yo'qlay olmaydi ekan yoki janozaga agishish, salom qilish degandek manda ishni qila olmaydi ekan. Qilmagandan keyin gumonxo'r odam nima deb gumon qiladi desa, va bu takabburlik qilib shu musulmonning yo'qlamaydi, masalan, kasal bo'lgan odamning uyiga bormaydi. U bu deb asli buningdanmi muhim bir ishni qilaman deb bir odam ajnabiy faoliyatliga, ya'ni umum musulmonlarning faoliyatlariga qatnashamasa, ama gumonxo'r nima deb o'ylaydi desa, bu takabburlik qilib, ya haqni ko'zga ilmay shunga haqni to'yga olmaydi, ya qichqiga yaga olmaydi, salom qilsa qaytolmaydi, u bu deb manda gumonxo'rlik qiladi. Yana bir masalan yaxshilikni buyurish, yomonlikni to'sash, masalan, mushundaq ishlarni qilsa, kishilarga yaxshi yo'l ko'rsatib, jidallashib qolganlarninki oralarini isloh qilib, mushunda nurg'un yaxshilikni qilsa, ma gumonxo'r odam, bunda odam bu ishni qilgan odamlarni voy shuhratparastlik qilib, ya riyo qilib, mushunda qiladi bu asla. U bu deb desa, yoki ma'lum dunyo manfaatini ko'zlab, shu ashunda qiladi. Yani bu gumonxo'r odamninki ish qilib, mandaqcha aytganda gumon qilmaydigan ish yo'q hamda. Bir odam tabliq qilib yig'lab ketsa, bu riyo qilib yig'laydi deyishi mumkin. Masalan, yoki bir yaxshini qilsa, bu nurg'un masalan, jambaqish uchun va yaxshini qilyapti deyishi mumkin. Ayna gaplar ajoyib jiqqo masalan. Jamiyatda har qanday odam ya har qanday tashkilot ustidan bir muncha gap bo'ldi. Yani bir insonninki, mandaqcha aytganda, xuloslagan vaqtda shu har xil kimning yaxshi jiqi bo'lsa, ko'pincha vaqtda yaxshi jiqi bo'lgan odamning keyindan shunda gapmi, yomon gap jiq bo'ldi ekan bu dunyoda. Va buningdan boshqa nurg'un buning ko'rinishlari bor, mandaqcha aytganda. Lekin bugun nihoyatda boshqa mushuna munosabatlik mazmunlardan kirib ketdik hamda. Bu haqda chuqur har qanday bir shaxs mushaqdagi oyatlar va mushaqda kelgan nurg'un hadislar va buning o'zining ilmiy saviyasini oshirishi va bu gumonxo'rlikninki yomon bir illat ekanligini bilishi bu muhim bir nuqta. Allah razı olsun tamamlam. Endi shu gumonxo'rlikqa ilib boradigan omillar qaysi kishilarni bu vaqtda gumonxo'rlikqa elib boradigan eng birinchi muhim yomon illat nima desa, bir insonninki niyatining buzuq bo'lishi. Asl niyat buzuq bo'lsa, masalan, bu niyatning buzuq bo'lishi ko'pincha holatda bir insonninki yomon bir muhitda cho'ng bo'lib qolishidan. Niyat buzuq demakchi o'g'adar nima demakchi? Yani niyat buzuq deganimdan bo'lgan nima desa, bir inson yomon bir muhit cho'ng bo'ldi. Yani kichigidan tortib, masalan, cho'ng bo'lashda, endi gunoh ma'siyatga tushib cho'ng bo'ldi. Nurg'un xatoliklarni qilib cho'ng bo'ldi. Bunda xatolikni qilgan va mushunda cho'ng bo'lgan odam desa, bu xatolik, bu gunohlardan bu odamga endi gumonxo'rlik illati bilan birga cho'ng odam bunday inson. Birga cho'nggandan keyin har qanday vaqtda bu odamning aslında insanlar bor jamiyatda kichigidan aslında buzuq eski ish qilib cho'ng bo'lgan odamlar ajoyib eski keladi. O rahim deydigan narsa yo'q unda odamlarda. Niyat shunda buzuq, qaqna shu eskilik qilsamlam deydigan axloqi nachar inson. Axloqi nachar hamda. Mushundaq insonlar eng birinchi bu gumonxo'rlikninki nimasi hamda sababi desa, aynan buzuq muhitda cho'ng bo'lgan inson, nachar bir muhitda. Şunun bilan bu inson qanday qiladi desa, har qanday vaqtda hamma ishdan ayda to'g'ri gumon qilishga sabab masalan har qanday ishdan bu odam desa, gumonxo'rlik bilan qaraydi, gumonxo'rlik bilan muomala qildi. Shu Alloh subhanahu va taolo masalan mushunda odamlar haqida nima degan desa, nimedeki Fath surasida bel zanantum allan yanqalibar rasulu vel mu'minuna ila ahlihim abada. Yani bu münafıklar qanda oylagan desa,
Peygamber aleyhisselam ve müminler özünün ailesiga mangu qaytanmaydı. Yani urushcho bular halak bo'lib tugishidi deb mushuna qo'yilgan. Bularning gumoni mushidi. Xiyoli mushidi. Ve ma yettabi'u aktharuhum illa zanna inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a. Yani bir ayette bularning ko'p qismi şu faqat gumon qilam agishidi. Gumon degan amaliyotda haqdan cho behojat qilinmaydi. Haqni yo'q chiqaranmaydi. Aşında tuğsumuço toğrıga ergeçmeydi qat'i gumon qilam ergişiru degan. Bunun maksat nima desa, bir insan yaman muhitda günah masiyeti bilan cho'ng bo'lgan insoncho desa, har qanday vaqtda shu aşında qalaymiqan gumon qildi, qalaymiqan ish qilishcho erisman bo'ladi. Allah hidayet qilmasa bunda odamni shunga bu muhit nihoyatda insonga ta'sir ko'rsatadi. Kichik vaqtdan tortib bir insonning yashagan muhiti alohida insonga ta'sir ko'rsatishi Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem hadisda mu har qanday bir inson asli fitrat yani sağlam bir tabiat üstü tug'iladi, lekin buni ota-onasi cho'disi ya Yahudi, Nasara ya Majusi qiladi deyishimi shu muhitning ta'sirining yaman ig'irligidan, zo'rligidan ashlaq degan. İkinci sebebi nima desa, masalalarga qarashda sağlam bir prinsip ostida cho'ng bo'lmay, kishigidan sağlam bir qarash yo'q hamda. Mesela her qanday masalaga to'g'ri qarashni bilmaydi. Mesela masalalarga qanday qarash kerak desa, asli biz diniy tarafdan yuqorida azroq dedik, har qanday masalaning ko'rinishiga, ya'ni biz ko'rganimiz qarta muomala qilamiz. O maxfiy ishki tarafini tashlab qo'yamiz, uning bilan karimiz bo'lmasligi kerak. Nimishqa desa, ishki tarafdan Alloh o'zi biladi. Biz banda bo'lgan ekan bir insonning ishki hayotini ya qalbida nima bor, uni bilmaymiz. Unda bo'lgandan keyin har qanday masalada cho desa, oshkora bir insonning ko'rinishi qarta muomala qilish lozim. Mush asosda hukm chiqarish lozim. Shunga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisda nima degan desa, "Innama ana basharun va innakum takhtasimuna ilay va la'alla ba'dakum ay yakuna alhan bi hujjatihi min ba'd." Yani men bir inson. Sizlar mening yanimga jidallashib kelasizlar. Sizning ba'zinglardan gapga usta. Gapingni joyida qila olasizlar. Shuni bilan men anglagan gap qarta hukm qilaman. Qandaq bir odamga men u odamning qarindishining haqqidan hukm qilib biznasini eppagan bo'lsam, gapiga qarta, anglagan gapga qarta, uni u odam ammusun. Agar o'zining haqqi bo'lmasa, amaliyotda gapiga qarta hukm qilgan bo'lsam, u odam uni ammusun, men hukm qilib bergan narsani nimishqa desa, men davzaqning parchasidan bir parchani eppagan bo'lmay odamga. Yani demek ki oğun nima desa, mening hukmim bilan haram narsa halol bo'lib qolmaydi. Haqning haqqi sizning bo'lib qolmaydi. Men gapingizni qarta hukm qilgan bo'lsam-mu, amaliyotda o'zingizning haqqi bo'lmasa desa, uni qo'lingizga olmang deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ya'ni bu yerda alaqa oshkora Rasululloh turibmi, gap qarta hukm qilganligi, ikki tarafnicho tekshirmaydiganligini bayon qilishi nima uchun desa, siringizni men bilmayman demoqchi. Siringizni men bilmayman, gapga qarta hukm qilaman deganligi mushada biz har qanday vaqtda cho desa, bir insonning shu gapiga qarta, ko'rinishiga qarta, biz bilganga qarta hukm chiqarishninki zo'rinligi bundan chiqib turdi. Ikkinchi masala qarta hukm qilishda chuqum dalil paketga tayinish lozim. Ya'ni bir inson kishidan tortib, unda dalil paketga tayanmay hukm chiqarib ko'ngan bo'lsa, tabiiy holda shuna qalayimqan hukm chiqardimdir. Shu Qur'oni Karimda umum qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin. Necha oyatda shuni bayon qildim. Sizlar rasul bo'lsanglar, hujjat paketining dalilini ko'rsatinglar. Deydi, mush asosida bir inson cho'ng'igan bo'lsa, tabiiy holda masalalarga hukm chiqarishda dalil paket bormi yo'qmi deb mushning alohida qaraydi. Bizning hamda biz nurg'un tajribalardan, masalan, hayotimizda nurg'un masalalarga dalil paket ya yozishish, hujjat, guvochi degan masalalarga sal qaraydigan bir ish bor hayotimizda Uyg'ur musulmonlarninki. Undan keyin nurg'un chatoqlar chiqadi. Shuning uchun bu dalil paket asosida muomala qilishni o'rganish lozim har qanday masalalarga qarashda. Muhim yana bir uchinchi bir sababi nima desa, ya'ni bir insonninki ashundaq meyli yiroqdan, meyli yaqindan bo'lsin, ya'ni oilada bo'lsin yoki aralashgan do'stlar bo'lsin, shu muhitning ta'siri. Muhitning ta'siriga inson alohida bak uchrab ketadigan
gapkan şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem innema meselul celis salih vel celis su ke hamilil miski ve nafikhil kir. Yani bu yaxshi do'st bilan yomon do'stni nimaga o'xshatgan desa, atir satirgan odam bilan tumichga o'xshatgan. Ya'ni ikkilisiga kim bilan aralashsa, atir satirgan odamning yana kirsangiz, o atir satib olasiz ya su kep qo'ydi, yoki bo'lmascho desa, tumichining yana kirsangiz, uning qarisi juqudi degan. Demak, bu yerda muhitningmi alohida, ya'ni aralashgan, ya'ni do'stlashgan odamning bak ta'siri va shuning uchun inson mayli o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, chuqum yaxshi odam bilan aralashish, yomon odamlardan amal qilib yiroq turishga alohida hirsman bo'lish lozim. Yana bir to'rtinchi bir sababi shu eng muhim bir nuqta bizning hayotimizda gumonxo'rlikning to'rtinchi bir sababi nima desa, havoyi havasga ergishishim. Har qanday vaqtda inson shu o'zininki agar har qanday bir inson o'zining havoyi havasiga ergishib, boshqalarga hukm qilishda ya yakun chiqarishda Alloh subhanahu va taoloni unutib muomala qildi ekan, chuqum bu inson cho desa, shundoq dalilsiz, hujjat pokisiz, quruq gumonlarga qaraydi, shuning qarta muomala qiladi. Masalan, bir insonni yaxshi ko'rsa ya yomon ko'rsa, yaxshi ko'rgan odamningki bütün xatoliklarni yo'q chiqaradigan gap. Yani yaxshi ko'rgan odam har qancha xatolik ishlasimi, xatolik qilsimi, uni ko'masga soladigan gap. Yomon ko'rib qolgan odamchi desa, har qancha qilsimi, uning yaxshi tarafini ko'rmay, yomon tarafini ham ko'rib, mushuning bilan cho desa, jamiyatdagi bizning hayotimizda jiqishlar mushunday. Nurg'un kishilarningki, ma'lum bir shaxsni yomon ko'rib qoldi. Yomon ko'rgandan keyin zodi buning har qancha to'g'ri ishi bo'lsa-mu, to'g'ri ishni ko'rmaydi. O'nni to'g'ri qilib, birini xato qilgan bo'lsa, 10 ishni ko'rmaydi, to'g'ri ishni, bir xato ishni ko'radigan gap. Bu nimadan sababi desa, shu havoyi havasga ergashganlikning sababi. Agar bir inson to'g'ri muomala qilay desa, chuqum, 10 ishni to'g'ri qildi, ma birini xato qildi deb muomala qilsa, asla dunyodagi nurg'un do'stliklar, nurg'un ishlar buzilmay igizpas bo'lmaydi. Lekin ko'ngilda yomon ko'rgandan keyin yomon ko'rgan insonningki yaxshiligini ko'rmaslik, yaxshi ko'rgan insonningki yomonligini ko'rmaslikdan iborat bir yomon illatcho bizda xili ig'ir ba'mdi. Bu alayhi tuzishga tegishlik muhim bir nuqta. Aslida bir insonni yaxshi ko'rsak, yomon ko'rsak, uningki shaxsiyatini o'zini emas, masalan, uning qilgan xato ishini yomon ko'rsak, yaxshi yaxshi ko'rsak, bu taxama adillik qilgan bo'lamiz, aninki haq huquqqa tajovuz qilmagan bo'lamiz, ma'naviy yo'q. Aslida shu hamda, aslida shu olimlarimiz masalan nurg'un masalalarga qarta palon ishni, paloni gapni qilgan odam masalan, odatda gunoh bilan gunohni qilguvchini ayirib muomala qildi. Olimlarimiz gunohning o'zi mumkin bir kufr yomon ig'ir gunoh bo'lishi mumkin, lekin u gunoh bilan qilgan odamcho kafir bo'lmaydi deydigan masalan bunda nimalar bor, farqlar bor. Lekin bizning hayotimizda desa, bu nihoyat ta'sirli bu ahvol. Arabning bir she'ri bor, va aynur rido an kulli aybin kalilatun va aynus saxti tubdil masawiya dedi. Rozi bo'lgan ko'z har qanday aybni ko'rmaydi, yomon ko'rgan ko'z desa, shu baloyafat aybning o'zini ham ko'rdi deb. Shuning uchun hamda bu nihoyat ig'ir bir ahvol. Yana bir nuqta shu masalada ba'zi vaqtda bir insonningki nihoyat axloq go'zal holatini unutib, ilgari yomon ish qilib qolgan bo'lsa, shu yomon ishini ham shu eslash masalasi. Bumi hayotda jiq uchraydigan masalalarning biri. Ya'ni bir inson Allah subhanahu va taolo tavba qildi, xato yo'lda mangdi masalan. Nurg'un eski ishlarni qilgan, xato yo'lda mangdi. Lekin Allah tavba qilib buni keyin u odam shunday yaxshilandi. Har tarafda yaxshilandi. Lekin gumonxo'r odamcho qanday qildi desa, uning nurg'un yaxshilangan tarafini buni ko'rmaslik kerak. Bu palonni 10 yilning oldida bu mandaq odamti bu. Manda eski ish qilgan odamti deb halaqa burunqi yomon ahvolni ham gapini qilib, ma keyingi tavba qilgan, yaxshi qilgan holatni jo demaydigan
onun bilen karı yok. Şu burun kaldığından sürüştü kıldıgan muşuna bir ahvalım var. Bu mu yani müminler, Müslümanlar tüzgüşlük bir illet hem. Çünkü bizim umumi prensip nima dese, mesela Amr ibn As radıyallahu anhu peygamberimizden yanına gelip beyat kıygan vakitte beyatda bir şart kıygan. Bizim burun kıygan günahlarım kanda oldu ya Resulallah diye vakitte Peygamberimiz ama alimte ennel İslam'e yehdimu ma kana qablah ve ennel hicre tehdimu ma kana qablaha ve ennel hacce yehdimu ma kana qablah. Yani İslam'ın ki ilgirki günahını yo'qtiytirganligini sen bilmedingmi? Hicretning ilgirki günahını yo'qtirganligi, tavbining, hajning ilgirki günahını yo'qtirganligini bilmedingmi? Mush gapdan olimlarimiz shu desa, har qanday tavba haqiqiy rostchil tavba ilgirki günahını yo'qtidi deb olgan. Shuning uchun bir inson tavba qilib to'g'ri yo'lga olmagan bo'lsa, shaytonga yordam qilib o odamning eski ishlarini eslatmasdan balki shu o adamның hidayet yoluga, toğru yolda mangallığa yardım kılış lazım. Her bir müminninki, Müslümanның burçumuş. Rahmetan oğlum. Hem de bu, muşu illet, eğer bir insanda bolsa, bu kişiye mesela, ya ki cemiyetke kandak ziyarlarını epkildi mi, şu gumankorluk. Bu vakti kısaca şöyle bir pösüle. Birinci, bu şahs her qanday bu gumanxorlik kislik giribtar bo'lgan adam eng birinchi yomon ahvol nima desa, birinchi yomon ahvol bunda adam gunoh ma'siyatdan jiroq bo'lolmaydi. Ya'ni gunoh ma'siyatga tushmaydi. Nima uchun desa, gumon qilgandan keyin ham uni tekshirgisi keladi. Gumon qilgan ishni, masalan bir qarindishini o'g'ri deb gumon qildi yoki yanchiqchi deb gumon qildi, yo zinoxor dedi, yo her xilanda. Texim içkirlab bunu tekşirgisi keldimdi. Tekşirgenden keyin qanday qildi? Jasuslik qilgisi keldimdi. Hozir mesela insonlarga ishini bijadamga ba'zi vaqtda telefonmi qilinmaydigan bir holatlar bor. Nima uchun desa, telefonning deyishgan gapni ovoz qoldigan yoki WhatsAppda gap qilsa chataq, mushunda bir vaziyatda ajoyib xatarlik vaziyat yashayapmiz endi. Bir inson chunki her qanday vaqtda bir günah yani bir günah söyleydigan ish andi. Eng birinchi yomon zina nima desa, shaxsga bo'lgan bu nurg'un gunohni qilish sababchi bo'ldi. Gunoh nima qilishning o'zi, gumonxorlikning o'zi. Shun Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam masalan iyyakum va-zan. Iyyakum va-zan fa inna-z-zanna akzabul hadis va la tajassasu va la tahassasu. Qolgan gunohning hammasini mening keyniga qildim. Sizlar gumandan saklanыңlar. Guman degen bu yalgan sözün en yalgını. Sözün en yalgını. Dep bulap onundan keyin sizlar jasuslik qilmanglar deb başka nurgun illetni, nurgun yaman illetni bunun keyniga ekilish nima desa, inson guman qarvagandan keyin nimaga sababchi bo'ldi bu gumonxorlik desa, aynan jasuslik sabab bo'ladi. G'ayba shikoyatga sababchi bo'ladi, suxanchilik sababchi bo'ladi, hasadga sabab bo'ladi. Düşmanlışga, adavetlishga nurgun yaman illetlarga şu bu bunda söylep ekirdi. Şunun için Allah subhanahu ve taala Hucurat suresini mi? Nima degan desa, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismun ve la tajassasu ve la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Mush ayatda müminler sizlar gumanning ko'p qismidan saqlaninglar. Gumonxorlikning ko'p qismidan saqlaninglar sizlar. Gumanning ba'zi gunoh. Deb bo'lib yana wala tajassasu. Xuddi mush gumonxorlikning o'zi jasuslik qilishga, g'ayba shikoyatga ilib bordigan yomon illat o'g'a chiqib tursa, ama gumandan saqlaninglar deb bo'lib, keyindan mama ishlarni qilmanglar deb ekilishi mushu shaxsiga nisbatan nurg'un gunohlarga so'rab kirishga sababchi bo'ladi. İkinci şahsi bo'lgan ikinci bir zina nima desa, bu gumonxor adam cho'qim yuqordim deyilgandek nurg'un taat iborat yaxshi ishlarni qilishdan bu odam yiroqlab ketiradi. Yaxshi ishni nurg'un taat iboratni qilmaydi. Nimishqa desa, bu aqima gunoh kiraverishning o'zi, gumon qilgandan keyin bu har xil gunohlarga elib kirdi, so'rab kirdi. Shuning bilan bu qalb qardaydigan gap, qarib qardigandan keyin bu kesellashib bu qalb oxiratda texim qasovat besib
Şuna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisten diyen, eğer sizden bir günahını kıysa, nukitet fi kalbihi nukitetun sevda. O adamın kalbige bir karçıkit koyuldu. Hatta bu kalp ahirisi şu yaxşı yaman tunumaydıgan bunda kop qara bop gitdi dep tasvirlagan. Demek muşadımı ço dese nurgun günah aqaqıdan söylep kirgendan keyin yaxşıdan jıraqlap Allah subhanahu wa taala Qur'an-ı Kerim degendek "Velaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum." Sıra kalbinizge resmen bikigen kalbinizle bilen qıygan işlağa Allah subhanahu wa taala silani jazalaydı. Siladni hesap alıdı digen muş halet şu bu insanlıda şekillenir demdi. Mesela bir kısım ulemalar bu söz zannı yani manhorlukni gaybetul kalbning gaybeti edep mi adap dikenim. Mesela şunu oxşasak normalde gaybet ibadetni, amellerini, yaxşı amellerini xuddi otan yendek yeydi deydi gamda. Şunu bu gumanxorlukma sizlep ötkendek başında yaxşı işlerini yap takımı günah meset geçirmişke Allah'ın rahmetinin ümitsizlikке appardı kenim. Elbette o gumanxorluk şu yukarıda hadistim degendek nurgun günahının kılınışıga şu bendinin qıp qilishige sebepçi bolgan gep. Guman qilgandan keyin jasusluk olsun, yalgançılık olsun, nurgun iş söylep kirdigan gep. Yani xuddi araqni ummul xabais dep ataydı. Yani araq nurgun eskişning anısı degeni şu araqni içke adam andan nurgun eskişne öz uqmay turup qıp ketkendek gumanxor insan mı dese nurgun günah masiyetini öz uqmay turup kirip ketkendek bunday aqaqıdan kirip turgan gep. Üçüncü şahsiki bolgan bir zihin nima dese keyin tabiiy halda pushman qilish hamda hasrat chekish, pushman qilish, lekin u chaqda shu desa bu pushman foyda bermaydi. Bu mesela Ayşe anamizni yaman guman qilgan, yani guman qilgan sahabeler desak, sahabeler keyin pushman qilgan, lekin bu pushman yo'qolib ketgan emas ham. Ta ular o'lgichilak o'zining shu Ayşe anamizdan aşında hata guman qilib qolganligi bilan tavba qilgan, pushman qilgan ham. Bu gumanxor adam shu gumanning kayniga kirib, nurg'un xato ishni qilib qolishi mumkin. Shuning bilan oxirisida nurg'un pushmanlik qildi, pushmanlik qilganning uchun ahamiyati yo'q. To'rtinchi bir yomon shaxsga bo'lgan zin nima desa, gumanxor insonlarning chuqum samimiy do'sti bo'lmaydi. Ya'ni haqiqiy aralashadigan samimiy do'st bo'lmaydi. Nimishqa desa, kishilar tabiiy holda bunday gumanxor odamdan qachidandir. Nimishqa desa, o odamdan chuqum bir har qanday vaqtda yomonlik kelib qolish ehtimolligi bor. Chunki dalil poksizlan bir guman qilgandan keyin gumanxor odam darhol tuhmat qila oladi demdi vaqti kelsa. Bir ishdan guman qiliblam, voy ma ishni falani bunda qilganmidi deb tuhmat qilishga tayyor bo'lgandan keyin bunda odamninki gumanxor odam boshqalarga ishonmaydi aldirab. Ishonmaydi. Boshqalarmi bunda odamdan cho qaçıdı. Haqiqiy samimiy bunda adamning do'sti olmaydi. Eng muhim yaman illatning biri desa, yani oxirisida bu inson chuqum Alloh subhanahu va taolaninki g'azabi uchraydi. Bunda guman qilib mengiyversa, Alloh subhanahu va taolaning g'azabiga uchraydi. Va man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa deb Allohning g'azabiga uchrasa, bu halok bo'ldi, tugashdi degan gap. Shuning uchun shaxsga bo'lgan zinimi nayt zo'r endi bu gumanxorlikniki. Jamoatga bo'lgan zini eng birinchi bu gumanxorlik har qanday bir jamiyatda, bir tashkilotda tarsa, birinchi zin nima desa, bo'lginchilik endi. Ya'ni sap buziladi. Tashkilot buziladi. Tashkilotda o'zaro birisi-birisini yaxshi ko'radigan ishning o'rniga adovat, dushmanlashish shu mush egallaydi. Şu Allah Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Sizler bilinip ketken kişilerge okşaş bulmanlar. Dep bizni ulağı ergiştin, ulağı okşaş bulup karıştın. Çekilişini mi o deysen, bu nurgun ziddiyetke, sepnin bölünüşüge sebepçi boğaçka şunu şekligenim. İkincisi, tabi halde bu gumanxorluk, targan, bundak bir cemaat, bundak bir cemiyet galbiden texmiye ağlap getiremdir. Septi birlik bolmagandan keyin bölgünçilik olur degan gap. Bölgünçilik bo'lgandan keyin düşmanning ustidan g'alaba qilish masalasimi
bu texim uzrab kitiro. Yol texim uzrab kitiro. Üçüncü cemaat ki boğan çoğun bir zini nimo dese bu elke her kandak vakitte esle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir güne Safiye bilen ketibassa iki sahabi köygen kechide. İki sahabi köyse Peygamberimiz va to'xtab turinglar degan. Nima desa ma Safiye jima deb qo'ygan mesela. Deb qo'yishi nima desa, ash gumonxo'rlik mushu ma ish kelen elaqa gumon qilib qolmasin, gumonxo'rlik qilib o'zini o'zi halok qilmasin deb Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam ashularga ko'yinganlikdan shuna degan. Bu yerdagi maqsad nima desa, jamiyatning birligini kishilarning mushunda qalaymaqon har xil bisi-bisidan yomon gumon qilib ezib ketishining oldini olish uchun kishilarmi, bulabmi ahli ilmlar masalan jamiyatning cho'nglari alohida diqqat qilish kerak. O'zining ma'nish turishi, gap so'zi, qilgan ishlarga alohida diqqat qilish kerak. Shuni bilan birgacha anda xalqmi tabiiy holda alohida unda gumonxo'rlikdan iborat bu yomon illatdan yiroq bo'lish kerak. Chunki buni shaxsga bo'lsin, jamiyatga bo'lsin, zini nihoyat zo'r hamdir. Allah razı olsun da Allah'ım. Ahirden de bu şu illetin kurtuluşunun yolları qaysi? Bu vaxtdagi tavsiyalarına bir söz mesela. Qisqagina bu vaqtda to'xtalsak, har qanday illatninki chuqum bu illat deganlik bir kasallik hamda. Bu kasallikni biz uningki alomatlarini tunidik, uning jamiyatga bo'lgan, shaxsga bo'lgan ziyonlarini tunigandan keyin bu kasaldan qanday qutulishninki yo'lni qisqacha bayon qilsak, eng birinchisi aqidani sog'lom qurib chiqish. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaning har qanday vaqtda yaxshilikni kutish, Allah'ın elçisi ve müminlerden yaxshi o'ylash, yaxshilikni kutish, mana bu bizni qo'g'daydigan aqida mushu. Biz Allah subhanahu va taoladan yaxshi o'ylasak, cho'qim o chaqda Allohning bandalarini mucho yaxshi o'ylaymiz endi. Qachoniki Allohga bo'lgan ishonchimiz, gumonlarimiz, xiyollarimiz yomonlashsa, ondan bandani mucho yomonlashga maqdigan gap. Eng birinchi muhim nuqta nima desa, sağlam aqidimizni qurib chiqish. İkincisi, mush aqidini texmo kuchlantiradigan, g'izolantiradigan, insonning qalbida buni texmo cho'nqurlashtiradigan tarbiyaga alohida ko'ngil bo'lish. Bu tarbiya nima orqali bo'ladi desa, tabiiy holda gunoh ma'siyatni tashlash bilan yaxshi ishlarni izchil qilish bilan. Ancha-muncha emas, izchil taat iborat yaxshilar herismanlik bilan bu qalbni bundaq aqidini tarbiyalash, g'izolantirish mumkin. Üçüncüsü shaxslarga bo'lsin, masalalarga bo'lsin, yakun chiqarishda, hukm chiqarishda cho'qim umumiy islomiy prinsiplarga rioya qilishimdir. Ya'ni islomiy prinsip mushu xabarga ishonishda prinsip qo'ydi bizga masalan. Bir kishim gap to'shib kelsa, uning ishonmang dedi, gapni tekshiring dedi. Masalan, gap so'z qilgan vaqtda kishilar gumon qilib qolgan ishlardan yiroq bo'ling dedi. O'zaro hatto gaplashishda masalan ikki odam bir odamni qo'yib ayrim gaplashmasin dedi. Nurg'un adab axloqlarida. Mushunda adab axloqlarga haqiqiy rioya qilinsa, mayli gap so'zda, mayli muomalada bu chaqda desa, bu gumonxo'rlikdan iborat bu yomon illatdan qutulg'ini bo'ladi, buningdan yiroqlashg'ini bo'ladi. Ondan to'rtinchi muhim bir nuqta mushu har qanday masalalarga gumon bilan qarashdan desa, amal qilib saqlanishimdi. Gumonlik ishlar bor masalan. Masalan bir odamni biz kechida bu yerda bir ayol bilan ko'rdik deylar, masalan. Darhol buni desa, ayol bo'lish kerak. Desa, gumon yomon xiyol kallardan ketadi. Masalan, ayoladi, ochdi, singlisi yani bir. Yoki ayolido, ya singlisi, ya ochisi, ya onasi masalan. Manda o'ylasa, gumon bo'lmaydi. Lekin darhol boshlamchi, voy, paloni zab kechirib paloni bir xotin bilan turdi ya deb manda o'ylagan vaqtlamchi desa, ondan har xil yomon xiyol keladigan gapim. Shuning uchun maqsadsiz
Halette aşında bir küzümüz bir küzümüz çıktı ya bir adamın aynı bir halet görüp mesela. Bunda bozçu dese amal kılıp bunu aşında ya bu ayali ya ki anısı dep bunu doğru bir başka bir iş qilib salgan bolsun ondan mesela. yani Yaxshi tarafga hemli kılıp yaxshi tarafta düşünüşkü tırşallık kılış. Aldığımızdaki shariy o'zini chiqib qolganda yoki bir şey olganda. Mesela nurgun misalla mümkün. Bir adam ko'chirashında köydük deyli ona ya aşırı dep koyaş bir adamdı. Peygamberimiz dep koygandak. Ya ki bo'lmasa karşı taraf mı çoğu dese onu köyge adamlı mı aşında oylaşımdı. Ya anısı ya ayarı dep bunda oylaş. Yani bir mesela bir adam uyda namazını okuptu mesela farz namazını. Keyin mescitke çıkıptı ya bir cemaat var ya görüptü. Unda bolsa Peygamberimiz aşılı olamış kadın okuyutuşunu teşebbüs kıygan emdi. Demiş qarıysa namaz okumay oltasa madem namaz okumaydiken de dep xaqço okup bolganlığını oylamay namaz okumaydigan adamken dep yaman guman qilishi mumkin. Bundan saqlanish uchun cho desa o adam namaz o'qib bu yaxshi. Şuna nimenin bir hadisi varken Cabir ibn Yazid ibn Aswad o'zining darsida bayon qilgan bir hadisda Peygamber Aleyhisselam bilen namaz okugandim men kichik bir bala vaqtimda. İki adam kelib masjidning bir tarafida o'ltirib namoz o'qimadi deydi. Namoz o'qimabdi, Peygamberimiz namozdan keyincha o'sha kelani chaqirib keldi, o'sha keli shunda qo'rqib keldi. Qanday qilgan Peygamberimiz deb. Peygamberimiz ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Sizlarni biz bilan birga namoz o'qishdan nima to'slab qo'ydi, cheklab qo'ydi desa, buni biz yo'lda namoz o'qivagan deb javob beribdi ekan. Javob bersa, Peygamberimiz unda qilmanglar. Agar sizlarning biringlar o'zining safarda namoz o'qivagan bo'lsa-mu, undan keyin imomning namoz o'qiyotganligini topsa, darhol imomning yoniga kelib, shu imom bilan birga namoz o'qisin. Bu o'qigan namozi o odamga nisbatan nafl bo'ladi deb mushnaq degan. Buningdagi maqsad nima desa, shunga o'xshagan nurg'un misollar musulmonni bir tuhmatga tushib qolishdan cho saqlanishning naqadar zarurligini bizga ta'kidlamoqchidir. Şuna İbn Daqiq al-Ayd rahimahullah mushundaq tuhmat tushib qoladigan ishlardan jiroq bo'lishda bulapmı ehli ilimlar kishilar uning agishadigan odamlar texim diqqat qilish kerak. Ular uchun boshqa odamlar qiysi bo'ldigan, ya'ni shar'iy tarafdan mubah deb qaralgan ishlarmi boshqa odamlar voy deb bunda gumon qilib qoldigan yoki yomon tushunib qoldigan bir ish bo'lsa, buni qilmaslik lozim. Bundan saqlanish lozim deb İbn Daqiq al-Ayd rahimahullah shunday deb ekan. Demak, bu muhim bir nuqtamda. Ahli ilimlar, tashkilot mas'ullari masalan, ya'ni kishilar agishadigan odamlar alohida diqqat qilish lozim. Yana muhim bir davolashning, ya'ni bu illatdan qutulishning yo'li nima desa, sog'lom bir muhitni barpo qilishga tirishchanlik qilish, bularmi yaxshi odamlar bilan do'st bo'lib yashash. Yaxshi odamlar bilan do'st bo'lgan vaqtda cho'qim inson o'zini bundaq yomon illat kuchib qolishdan saqlay oladi. Nafsini va o'zini qo'g'dab qilishga alohida yaxshi do'stlarningki ta'siri bo'ladi. Yana bir davolash uslubi nima desa, cho'qim nafsini shahvatlarga, havoyi havasga agishdan cheklash. Mushin cheklagan vaqtda şuna Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Sizlar Allah'ını yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellemga agishinglar deb mush oyatni cho desa, Rasulullohga agishishning o'zini Allah'ını yaxshi ko'rman degan odamlarningki qilishga tegishli ish ekanligi nima uchun desa, Allah'ning yaxshi ko'rishiga erishish uchun degan. Bu yerda Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellemni yaxshi ko'rish deganlik mushu qanday adam yaxshi ko'ra oladi desa, havoyi havasini boshqara olgan, o'zining shahvatini boshqara olgan, kontrol qila olgan odam ondan Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellemni yaxshi ko'ra oladi. Oxiridagi eng muhim bu davolashninki bir uslubi nima desa, bu mush gumonninki, ya'ni gumonxo'rlikninki dunyodagi zini va oxiratdagi zinini aslashamdi. Dünyada yuqorida deb o'tdik, insonlar ara nurg'un munosabatlarda nurg'un ziyon, oxiratda tex ziyon, shaxsiga bir shaxsga bir muncha ziyon, jamoatga bir muncha ziyon hamdi.
Unda bo'lgandan keyin har qanday bir inson mush ziyonlarni eslasa, chuqum bu illatdan saqlanalaydi. Haqiqiy mushunaq eslashning o'zi mu'minlarga foyda berdi. Va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Qur'oni Karimda eslatkin, mush eslatishning o'zi mu'minlarga foyda berdi degan. Unda bo'lgandan keyin yuqoridagi mayli Qur'oni Karimda kelgan ziyonli bo'lsin, mayli amaliy insonlar yani mush sebepten dünyada duch keldigan ziyonlar bo'lsin, mayli musulmonlar sipe tatırgan ziyonlar bo'lsin, mushuni eslisa har qanday bir inson cho'qim bu illatdan shu qutula oladi. Shuniki gunohkorlikni davomli chiqarmaslik. Yana shuniki davolash sifatida ulamolar debdi. Masalan, senin qalbingga bir boshqa qarindishing haqida gumon tug'ilgan vaqtida sen o qarindishiningki yaxshi sifatlarini o'ylagan. Bu madamda yaxshi adam bu. Da ishni qilmaydi-ku deb shuni o'ylasang, shayton uni vasvasini qalbingdan ko'taradi. Agar favqulodda shunday kirib qolgan taqdirda hamda shunday bir tashvirdin yoki shuni ko'zanga chalqib qolsa, buni ayrim yerga chaqirib, nasihat qilib, undagi kamchilikni tugatishga tirishish bunday masalalarni hal qilishning eng yaxshi chorasi debdi. Bu endi bu müminning ayniki degan hadis var. Şu hadisga amal qilishning bir yo'li mushamdi. Amal qilish lozim ashuna. Endi damollam abiyam azroq to'xtalib o'tla. Men shu programmani tugatishdan burun sizlarga bir minut tavsiyalarni ilishni o'ylayman bu masalada. Endi hozirgi bizningki vaziyatimizga qaraydigan bo'lsak, masalan, vatanda irqiy qirg'inchilik bo'layotdi. Xitoy nihoyatda cho'ng zulm qilyotdi. Hammamiz masalan vatandagilar bilan aloqa uzluqlikning bo'lganligini bilmayotimiz. Undan kundan kunga vahimli xabarlarni yetkazib turganlarmi bor. Bu sababdan hamda ba'zi kishilar vatandagilar tugab ketgan qopti, musulmon yo'qolib ketadi, biz Uyg'ur millati tugab ketamiz deb shunday gaplarni taqdirlagan. Ham ba'zi qarindoshlarimizning qalbimizda shunday umidsizlik hüküm sürgerlikten nurgun qiyinchiliklarga yani o'zi shaxsiy tarafdan duch keladigan shunday ro'y tushkunlik uchraydigan ahvollar bo'layotdi hamda. Shuningga qarata sizlar bir chiqish yo'li sifatida, ilaç sifatida bir daqiqa so'z qilib bersalar, buni tugatsak programma xolos. Birinchi o'ylab hamda biz vatanimizdagi umumiy vaziyatga bir qaraydigan bo'lsak, Xitoyning ashunday qilayotganligi aniq. Bu shu qirg'inchilik sirtkilarni voy mushuna qiryotdi, biz tugashdik deb o'zini tashlab, hammadan o'zining janni vaqish ya o'zining kundalik hayotini o'tkazish bilan mashg'ul bo'lishga sababchi bo'latamdi yoki shu qirg'inchilikni to'xtatishga men bu bir kishilik hassamni qo'shishim kerak deb ma kurash jihad maydoniga intilishga sabab bo'layotamdi. Ma'nin qarsak bo'ldi. Ya'ni qanda bir adam voy ashar u olib ketdi, bu olib ketdi. Bu ishning foydasi yo'q. Tugab ketdik hamda. Biz tugab ketdik deb o'zini tashlab ya do'konni ochib, ya tijoratni qilib, hech shulan kari yo'q, u vatan tugidamda desa bu ig'ir mag'lub bo'lgan bu. Avadiki bo'lgan qirg'inchilikni, bulayotgan qirg'inchilikni o'zining baka o'ltirishi, o'zining behuda hayotini o'tkazishga sababchi bana qilayotgan odam bu. Bunda adamda yaxshilik kelmaydi, bu odam o'zini tutishi kerak. Allohning rahmatidan, yordamidan umid uzgan bo'ldik hamda birinchi masala. Albatta. Shu qanda odam haqiqiy iymon egisi, vijdon egisi bo'ldi ekan, u yerda bulayotgan qirg'inchilik bu odam hozir masalan %10% vaqtini chiqarib kurashga has qo'shayotgan bo'lsa, chuqum bu vaqtni 50-60%ga, 70%ga, 80%ga chiqarishga tirishchilik qilish lozim. Aslında tirishib biz yuqori dedik-ku, mu'minning o'lchami nima desa, mush haq turib kurash maydonida, jihad maydonida turib bir odam o'lib ketsa, bu o'lgan odam ash g'alba qilgan odam u. O'lcham bu osmondan farqli bu yerda. Shunga vatanda bo'layotgan qirg'inchilik,
Her qandaq bir muhaciratlik Uyg'urni muş zalimga bo'lgan qarshilik iddisini texmi kuchlantirib, zalimga qandaq kuch yetsa, nima bilan zarba beralsa, shu zarba berish maydoniga atlanib, o'zining vaqti, iqtisodiy vaqtigas jini hamma narsa atashga tayyor turishga hidovatgan bo'lsa, cho'qim bu odam g'albi yo'lida. G'albi ustida ketayotgan bo'ladi. Qachoniki bu odam men zodi vatandakilarim tugashdi, bu yerdagi hech ishning foydasi yo'q, ahamiyati yo'q hammaninki. Asli ishimizni qilib uyimizda o'ltansak bo'ladi, tijoratimizni qilsak bo'ladi degan yak kelib qolgan bo'lsa, bu odam birinchi bo'lib tavba qilish lozim. Allohga tavba qilish lozim. Chuqur bu gumondan cho'q qaytishi lozim. Allah razı olsun oğlum. Hürmetli qarindoshlar, bunun bilan bugungi tuzitish tegishli illatlar nomli programmamiz oxirlashdi. İnşallah boshqa programlarda ko'rish umidi bilan hammalarni Janob Alloh taologa topshirdik. Xayr xo'sh, aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.